Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan tarixiy roman Chala tekkan o'q. Avtori Abdulla Talib. 2-qism 19-bob. 1. Kitobxonlarimiz boshdagi boblarimizda Zaman Qulning dastlabki tarjimali bilan qisman tanishgan edi. Uning keyingi yillardagi hayot tariximi kishilarning diqqatini jalb qiladi. Bu shaharga u 40-yillarning boshlarida paydo bo'lgan. Nasirning homiyligida Haytut degicha u ishning ipini tepib oldi. Nasir bo'lsa kichkida Himit Begning yilliqchilarining biri edi. Keyinroq u Begning uyidan qo'g'ilib o'tib, Urumchiga yayoq kelgan. Bu dal Qumul dehqonlar qo'zg'oloni partlagan chaq edi. U Jing Shuringa askar bo'lib, ashu qo'zg'olonchilarni bostirishga ko'p qitim qatnashgan. Onun birinchi tuhfisi 1931 yili 4-oyda xotirga ilingan. Shu chaqda u Duguji qismlarida edi. Bu qism tog'liqlar bilan uchrashganda qarg'a kelmaydi-da, diviziya komandiri Duguji o'q tegib o'ladi. Chiriklarning o'lmay qolganlari pitirab qochidi. Nasir bo'lsa mo'ldirlab to'kilayotgan o'qqa qaramay, diviziya komandirining o'likini atqa artib qaytarib keladi. Uning ikkinchi tuhfisi shu yilning kech kuzida xotirga ilingan. Nasir bu chaqda Jang Piyuan qismida jangga qatnashdi. Bu jangda tog'liqlar o'ng'ishsizlikqa uchraydi. Ataqliq Margan Sherulla mushu qitimqi jangda asirga tushib qoldi. Jang Piyuanning buyrug'i bo'yicha Nasir Sherullaning kallasini kesib yog'ochga mixlab, Qumul shahrining ko'chalarida sazoyi qildi. Keyin egiz momga esib qo'ydi. Nasir yana Bapingur boshchiligidagi Aqros yollanma qismlarga qatnashib, 1933 yil yanvarda Lukchun xalqini qirgan. Shu jumladan Turpan qo'zg'olonining atoqliq tashkilotchisi Maqsud Mo'yti shu qitimliq urushda qurbon bo'lgan. Uning beshini kesilib, Turpan shahar darvozasiga esib qo'yishgan edi. Nasirning bu tuhfalari uni shuhratga sazovor qildi. Shuning bilan uning maydasida 6 burchaklik medal yaltiraydigan bo'ldi. Bu kunlarda Nasirning kiyinishlari qaltis bo'lib ketdi. U qapaqliq mavzuri esivelib, ko'chalarda "Sen emasman" deb poy etib yuratdi. Uning omad qushi ikki boshliq edi. Natijada u Shingsayning maxfiy razvedka idorasida xili gepi o'tadigan obro'li bo'lim boshliqlaridan biri bo'lib qoldi. Zamanqul tunji qitim uning bilan ko'rishganda Nasirning salobati bo'libmi qapliq mavzuri bilan maydasidagi medali Zamanqulni tong qoldirdi. Shuhrat taqozoligida yurgan Zamanqulning maylini mas qilibdi. Uning ig'iz sho'lgaylaridan siriq suv oqqan edi. "Biz kichkimizdan bilishimiz-ku", dedi Nasir. "Ha", dedi Zamanqul darhalla. "Shuhrat degan hiliqqa satanglardek o'zi ichila quchoq ochib keladigan narsa emas. Uni har kim o'zi tepish kerak." "Tushundim", dedi Zamanqul. "Buni xilidan buyon o'zim tushunib kelyapman. Undaqda biz bir bo'limda ishlaymiz. Bir ikki qatimla to'pi yaratsang, sinondan atvar odam bo'lmaydi. At sana bir muhim vazifa beriladi. Shuning huddasidan chiqish uchun hozirlik ko'rib qo'ygin", degandek, atsi u yangi vazifa topshirib oldi. Endi har xil formada fuqarocha yasinib yuradigan bo'ldi. U har kishining ko'ngildagini topalaydigan munajjim bo'lib yuratdi. U bir kuni Markaziy Uyg'ur uyushma raisi Qey Saidining uyiga oshpaz ayol kerak ekan degan so'zni anglab qoldi-da, toza yaraydigan bir juvonni tepib kelib tunishtirdi. Mushu munosabat bilan u Saidi bilan tanishib oldi. Saidi egiz bo'y, ustixonliq, bir puti xilila oqsab mangdigan yosh qurami 40 dan oshgan kishi edi. U Shingsayning o'stirib joylash tizimligi ichiga kirib qolgan baxtiqaro obyektlarning birisi edi. Zamanqul tunishtirgan issiqchiray juvon rost degandek Saidining xotinining ko'ngliga yiqib qoldi va bu uyda uzungacha ishlashga muvaffaq bo'ldi. Saidining uyiga har soha kishilari oyog'i uzilmay kelib ketib turadi. Uning shaxsiy nomiga keladigan maktublarning soni chiq edi. Gohida
Uni izlab kelib topolmay qaytganlar maxsus bag'aqqa ismligini yozib qoldirib qo'yatdi. Saidi ularni ko'zdan kechirgandan keyin odatgacha tashlab qo'yatdi. Lekin u qog'ozlarni hiliqi issiq chiroy juvon apchillik bilan yig'ishtirib opirib zaman qulga udulluq yetkazib turadi. Mushu axborot to'rining ichiga keyinroq Hashimjon va Javloni tushib qolgan edi. Ular bir hiyitda Saidining uyiga patilab kelganda, u yo'q bo'lgani uchun ism familiyasini bir bag'aqqa yozib ketgan edi. Bu ikkilan o'z zamonasining o'tkur ma'rifchilaridan bo'lib, ular Zamanqul bilan Nasirning ujur-bujurini yepidan yangnisigacha biletdi. Shunga Zamanqul oldi bilan ashularni ko'zdan yo'qotishni zarur bildi-da, ularning Saidi anzisiga munosabatlik odamlar ekanligidan xo'jayinlarga ma'lumot berdi. Shuning bilan necha yuzlagan ma'rifchilar va ziyolilar qatorida u ikkilanmu turmaga tashlanib, oqibatda o'ldirib etildi. Mushu qonlar badiliga Zamanqul g'oyat zo'r mukofot va in'omlarga sazovor bo'ldi. Ikkinchi, ko'ranlab xudini yo'qotishga boshlagan Zamanqul keyingi chog'larda Ayshi Ishrat ko'chasining mastanisi bo'lib qoldi. Uning hozir yo'lanchiki kuchlik, cho'ntiki ching, maxfiy yon quroli bor. Cho'ng to'hfa bilan umr voyatlik dasmoyiga ega bo'lgan bir kishi edi. U yana qimarvoz, lukchaklarning gangoni bilanmu ulpat edi. Ular uni Ablabek deb ko'kka ko'tardi. Bo'risi yo'q jangalga maymun podshoh degandek, u birdillab bu shaharning nochisi bo'lib oldi. Nochining havuchisi, pochining pudakchisi bo'lganidek, uning atrofida paypitek bo'lib yuradigan chapanchilarmi ko'paydi. Shuning bilan hali yo'g'inab burnining egri egizlab ketayotgandek Zamanqul hech kimni ko'zga ilmaydi. Uning dag'voz manmanchiligi Ishrat ko'chasida texmun namoyon edi. Keyingi kunlarda Yanxon klubi oldida Lera ismli go'zal ayol ochgan Xantari restorani shahar nochilarining qaynaydigan makoniga aylandi. Restoran to'liq oqshimi ichilatdi. Bu yerda vodka, pivo, kuvas keng tasha setiladi. Kebab, to'xu, o'rdak go'shtlari, tuzlagan g'oz tuxumlari restoran xaridorlari eng yaxshi ko'radigan zakuskalar hisoblanadi. Keyin bu restoran Xantangri qavoqxonasi deb yangi ism bilan atiladigan bo'ldi. Bu yerda tijorat tezda ro'naq tepishga boshladi. Az kun ichida dukkanning sop kirimi 2 barobar eshib ketgan edi. Tun tang bo'lgandimi, bu yer xaridordan xoli bo'lmaydi. Lira, oq yuz, zangar ko'z, qansha burun, quyuq sirq chechi oltindek yaltirab turadigan 30 yoshlar atrofidagi zirak ayol edi. U xaridorlarining hech qanday yot ko'rmay qizg'in kutib oladi. Kishilarga kulimsirab qaraganida uzun kirpiklari ostidagi shahlo ko'zlari xuddi tiniq ko'ldek ko'rinadi. Xush tabassum qilganda yupqa anglik surtilgan kalpiki yinik ichilatida sadafdek oppoq tishlari marmardek parqarab xaridorning mehrini jalb qiladi. Lirani bir ko'rish bilanla sadg'an ketay deb levini tishlab Zamanqul vushini yo'qitib qo'ygan edi. U har oqshimi bu qavoqxonaga 10 dan ortiq ulfatlarni boshlab kelib, mehmon qilib turadigan bo'ldi. Lira uni har kelganda bir kulib qarshi oladi. Ketganda yana shundoq yo'lga soladi. Zamanqul mushu xil har kelganda 2 kulish uchunla 3-4 oy ichida 4-5 qizning to'yliq chiqimini Liraning qavoqxonasiga silib beradigan bo'ldi. Andinchu 3. Lira aslida Jing Shurinning qatnash idorasining direktori Dermenikoning qizi. Ataqliq boy Konstantin degan Rosning kelini edi. Konstantin 1928-yili Yanxon Chirkavsining janub fasiliga tutashtirib Yevropa taqlidida cho'ng bir yurish imorat bino qilgan. Lekin uzun o'tmay qumilda qo'zg'olon yuz berganda u dakka-dukkada qilib qo'lidagi oltin tillani Shangang orqali Avstraliyaga yo'tkazmoqchi bo'ldi. Uning to'giga ortilgan oltin kumush va
turlik zar jabduqlari qumul tog'lari ichida inqilobchilarning qo'lga tushdi. Keyin Konstantinning o'g'li Nikolay Aqsuda Abduniyaz bilan bo'lgan so'qishda o'ldi. Uning oili hozirgi Lira bir bolasi bilan tul qoldi. Konstantin oilasining boshqa a'zolari chet elga chiqib ketgandan keyin Lira boyqi oltin da'vosini qilish uchun bu yerda qoldi. Oxirida Xo'janiyaz ustidan Shin Dobanga arz qildi. Oqibatda Liraning Xo'janiyaz ustidagi arzi alohida tergov qilindi. Halbuki Shinjonning oltini uchun chet ellik Lira da'vogar, yerlik Xo'janiyaz javobgar, bandit Shengistay bo'lsa adolatparvar bo'ladi. Keyin Shengistay bu oltinlarni Qara Muqcha tog'laridan tepib kelib, Mo'kla so'qidida o'g'rini qaroqchi boplaydi. Liraning kulkisiga mast bo'lgan Zamanqul uni ilish ham xiyoli bilan Aqsu Ko'n shahridagi muallima yo'ldoshi Sabohatga nikohdan ajrashish to'g'risida xat yozdi. Sabohat: biz ikkimizning tasodifiy turmush qurib qolganligimizni o'zingizmi obdan bilasiz. Biz atoqqa xotin bo'lsaqmi, amalda ish boshqacha edi-ku. Ochiqini aytsam, men o'qituvchi ayolni yaxshi ko'rmayman. Shunga kasb almashtirish to'g'risida shuncha desam anglamadingiz. Mening o'qituvchi xotinni ko'ra ko'zim yo'q. Shunga siz tarafga berishni xohlamayman. Sizni bu tarafga taklif qilishni texim xohlamayman. Shuning uchun siz bilan ado-judo bo'lib ketishni hammadan loyiq ko'rib, mushu xatni yozdim. Sabohatning otasi Mirza Karim aslida Qashqarning Anjan ko'chasida turishliq atoqliq tabib va olim kishi edi. Keyin Aqsu Ko'n shaharlik Sodiq Hojimning taklifi bilan ko'chib kelib, bu yerda qurilgan Turan Sodiqiya maktabida o'qituvchilik xizmatini ishlagan. Shundaqdimi, Mirza Karim Aqsuda tibobatchilik bilan tez shuhrat topgan. U arabcha, farscha asarlardan bemalol foydalana oladi. Meva-cheva va har xil giyohlardan dorilarni yasaydi. Mushundaq bir ma'rifatlik oilada tug'ilgan Sabohat kichkidilla sarf nahviy ilmini o'rganishga boshlagan. Keyin Niyoziya nomli tunji qizlar daril muallimini bitirib, otasining talabi va maslahati bo'yicha ömrni o'qitish xizmatiga bag'ishlashga bel bog'lagan. Sabohat o'zbek, Uyg'ur qon qarindoshlarining bir g'oli va go'zal guli edi. U otasiga o'xshash suzuk chiroy, tan qurilishi sog'lom, qansharliq, qalamqash, kirpiklari uzun, sochlari quyuq va qunduzdek qora qiz edi. Mirza Karimning rejimi kuchlik bo'lgani uchun Sabohat u kamlarda maktabga borgacha va kelgacha yuzini gejim ro'molda yepib yuratdi. Dal mushu chaqda Ko'n shaharda shungan bo'lib turayotgan Zamanqulning ko'zi Sabohatga tushdi-da, uni qo'lga tushirishning ipini izlashga boshlaydi. Bu xabar darhol Mirza Karimning quliqiga yetdi. Shungan soqchi deb vaqiraydi Mirza Karim xotiniga koyib. Terik bo'lsamla bundoq bo'lishi hargiz mumkin emas. Mirza Karim darhol Sabohatni bir yosh o'qituvchiga berib uchun qudalishdi. Ammo oradan ancha uzun o'tmayla Mirza Karim Niyoz Do'tay va Sodiq Hoji bilan chetishliqi bor degan Zamanqul tuhmati bilan Shengistay zindonda o'ldirildi. Panohsiz qolgan Sabohat oxiri shunganga tushishga majbur bo'ldi. Muallima mushularni xiyoldan o'tkazgandan keyin kechida Zamanqulning xatiga tuvandagi javobni yozdi. Xuddi o'zingiz e'tirof qilgandek, panohsiz muallima qiz zo'ravonlikning baxtsiz qurboni bo'lgan. Bo'lmasa, qo'y bilan bo'rining bir uyda bo'lishini tasavvur qilish mumkinmidi? Sizning o'qitishni past ko'radiganligingiz tabiiy. Darvaqa, sizdek noahlilar ma'rifatni past ko'radi. Lekin oq qarni farqat kuchiligi bor inson avlodi ma'rifat ahlini qadrlaydi. Hatto qo'lidan qonli xanjar tushmaydigan Bismarckmo navbatda o'qituvchilarni madilashga majbur bo'lgan edi-ku. Siz texmini tug'mas dedingizmi? Bu haqiqat. Ota-onamning ruhi meni yo'ligini uchun xushalman. Mubodo bir yovuz qon to'ralmiga mening pok qinim qetilib qolgan taqdirda bu men uchun bo'libmi, marhum ota-onamning ruhinat uchun naqadar azob bo'lar edi. Navoda u farzand
familiyasi past bir toifaga taalluq bo'lib qolsa, bu qanday dahshat bo'lar edi? Allohga rahmat. Men bovamning sapqinini napaq qilmadim. Men hozir minglagan o'g'il qiz avlodining opasiman. Meni ular Sabohat opa deb mehri muhabbat bilan tilga olishdi. Men hozir Darultam maktabining mudiriman. Uningda 300 dan ortiq o'g'il qiz farzandim bor. Bu maktab mening haqiqiy issiq uyim, rohatim, xushalliqim. Men omaq bolalarimni erkiltaman, peshonalaridan so'yiman. Buningdanmi ortiq xushalliq va baxt bo'lamdi? O'qituvchining sha'niga til tekkizishga uringan qora niyatlar nima degan la'nati ablaqlar ha? Bu xil yerkinishlik odamdan qanchalik baldur juda bo'lsam, vujudimning poklanishimi shuncha baldur bo'ladi. Sabohat Zamanqul kunda ko'p og'inisini mehmon qilib yurib, Liraning har qatimliq pajalistiga pul to'shtolmay qoldi. Oxir cho'ntiki qurib, birdilla o'z petidan tushishga boshladi. Liraning pajalismi shuningga loyiqlashdi. Kulimsirash, jilvilarmi aziyib suslab qoldi. Zamanqul jiddiylashmoqda edi. Chunki u Liraning biror navbat yeyishiga shuncha taqozo ediki, uningsiz kunlari haromdek tuyulatdi. Oxiri u astar qidida saqlab kelayotgan 5 dona tillani xajlashga boshladi. Bu tillalarni Zamanqul Tatar boylaridan Chanshuplar oilasini musodara qilgan kechisi 84 put oltinning bir burchigidan o'g'irlab tiqib olgan edi. Biroq bu oltinmo bir oyga yetmadi. Lira amdi Zamanqul kelsa kulmaydigan, pajalisti demaydigan, qapqini turib do'lisini chiqirdigan bo'lib oldi. Bu Zamanqulga qattiq alam qildi. U ichki uyida kunda degidek mas yuradigan bo'ldi. Her akşamı Xantangri qavaqxonasini cho'gilab ketolmaydi. Lekin amdi yeni boş bo'lgani uchun qavaqxonaga kirolmaydi-da, uduldagi do'ng'oq terakka yo'linib, Liraning didoriga talmurib turadi. Liraning Pirotka yigitlar bilan kulib chaqchaqlashayotganligini ko'rganlarida hasrat bilan uratdi. U bir kuni g'arqmas holatda qavaqxonaga kirib, Lira, siz bana tegmisingizmi mayli, ammo bir qitim dedi. Bu so'zni anglab jon beni chiqayla degan Lira, "U basak" deb Zamanqulning maydasidan ittirgan peti chiqarib etdi. 20-bob 1. Bag'diq qolgan biz, dag'diq qolgan siz degandek, Zamanqul amdi da'vo hasrat ichida ichidan adab, qon bilan zardab yutib yuratdi. Onun beşini yana Nasir siledi. Nimaga beshingni munchula ko'tarolmay yursan? Gezi kelganda ziyonni ziyoda oshirib undirib olg'il bo'ldi-ku. Tezroq jabdun, oltin qo'lash uchun odam tutib kelgili Janubiy Shinjonga borasan. Bu bir fursat. O'zing apchil bo'lsanglar, u yerda oltin ko'p. Ömür bo'yi yetib yegidak o'lja tepib kelsan. Rost deganidek bo'ldi. Zamanqul Nasirning degindanmi ortiq o'lja undirib keldi. U 6-chi balalarni Janubiy Ulanbayga haydab kelib, o'tkazib bergandan keyin xuddi Liraga agishib chet elga ketib qolgandek ko'chalarda ko'rinmas bo'ldi. Balki u kishilarning esi yodidan ko'tarilibmi qolgan edi. Bu arada xili ishlarimi yuz bergan edi. Shengitsay taxtdan tushib Vujongshin chiqdi. Lekin Tülekte tük taşlavatkan qo'shdek bir zaman g'oyib bo'lgan Zamanqul birla yumilab modisini yangushlab bo'lgandan keyin dal 1944-yil kuz faslida yana g'adiyib o'tirg'a chiqdi. Bugun kunga ozna. Havo ochiq edi. Zumratdek suzuk osmonda ancha muncha oq bulutlar xuddi bahr muhitda uzib yurgan yelkandek laylab yuratdi. Tilisim tog' va Buğda tarafdan devrab kelayotgan bir necha parcha bulut go'yo qo'rqinchliq devidek suzilib quyoshning nuriga xiris qilmoqda edi. Bo'libmi janubiy tog' tarafdan keng etak yoygan bir parcha qo'ng'ir bulut quyosh yuzini to'sishga udullab kelmoqda edi. Atmosferadagi shamol yo'linishi bo'yicha ligirlayotgan bu bulutlar bir mahal quyosh yuzini to'sab, uning aksidan shahar ko'chalariga cho'ng qora
palas yepilgandek surlik ko'langa paydo qiladi. Aradan ancha vaqt o'tmay u ko'langa g'oyib bo'ladi-da, yana oftob zarrasi jilva qiladi. Lekin ko'p kishilarning bu hodisa bilan chatiqi yo'q. O'z ishlari bilan band bo'ladi. Ko'chlardan oshpaz, navoy, baqqallarning quloqni yarg'idek vancho'nglari anglanib turadi. Vaqt chashka mahal bo'lgan edi. Nanmin tarafdan Nanliang tarafga mag'rurona kelayotgan so'latlik bir yigit Udul Ardachovga kelib, do'qmishda muxirga setayotgan Charsaqal buvayning oldida to'xtadi. Aradan ancha uzun o'tmayla bu yerga ikki saqchi ushtumtut paydo bo'ldi-da, buvayning muxirkasidan chekishga boshladi va "Bo'ladigan, alayli" deyishdi ular ko'z qisishib. Saqchilar buvaydan so'ramayla muxirkini o'chimlab ilib, yanchuqlarini to'ldirishdi va pul to'lamasdinla ketmoqchi bo'lishdi. "Beylerim, muxirkining puli-chu?" dedi buvay unlik ovozda. "Hozir berdik-ku. Nadin kelgan ushuqsan? Nima muthamlik qilasan?" deb saqchilar tangla vaqirishib buvayning oldiga devaylab keldi. "Yo'qsa, beylerim, pul berishmedilar. Mana mavu yigitmi ko'rib turdi-ku." Buvay bayiqi so'latlik yigitni guvohga tortdi. Ammo saqchilar texmu o'ktamlik qildi. G'azibiga paylamagan buvay o'ngib, "Mol egisdan o'g'ir kuchlik degan gap rost ekan-da. Saqchi degan shundoq bo'lamdi. 5 balamni mushu ovqat bilan aram beqivatsam, mol egisdan o'g'ir kuchlikdamsina? Ishtiqiri." Saqchining do'ng qapoq birisi go'liyib kelgunicha buvayning maydasiga qattiq bir musht soldi. Buvaymu bo'sh kelmadi. Chataq ulg'aydi. Bayqi so'latlik yigitmi buvayga bo'lishib, saqchilarning guran xamirga taza saldi. Yigitning qo'shqarshlab bosh bilan urishi va chopitlab musht etishi bilan saqchilar paqida kirilib yotgan edi. Yana 3 saqchi kelib qoldi. Bularmu bayqi yigitni qorshab bog'lashga urinib ko'rdi. Yigit bo'y bermaydi. Taraf-tarafdan odamlar to'plashib jidal ulg'aydi. 5 saqchi shunchala haflashib ko'rdi-da, ammo yigit o'zini bog'latqizmadi. U mahir mushlashchi edi. Tomosha ko'rayotgan odamlar yigitning mahoratidan maz bo'lishib, "Ajabmi jigarlik azimat ekan, nalik yigitdir" deb surishta qilishadi. Shunda yigit to'pning ichiga kirib oldi-da, hay-to'y degicha allaqayoqlargadir g'oyib bo'ldi. Bu voqea birdamning oralig'ida butun shaharga pur ketdi. Aholi orasida "Eliq yigit mushlashchilar emas, yantiqi usta zukunchi ekan, uningga gap kelmabdi. Buvayning muxorak pulini to'lamagani uchun saqchilarning yegan mushti o'ziga, to'psi ko'ziga bo'pti" degan so'zlar tarilib yurdi. Rost, u yigitga hech qanday gap kelmagan edi. Shuning bilan yoshlar u yigitga do'st bo'lishni arzulaydigan bo'ldi. Uni arzulab do'stlashgan yigitlarning biri Zuliyar edi. Zuliyar o'lkilik Uyg'ur uyushmasining tashviqot boshqarmasida ishlaydi. U bu yerga yangi yo'tkilib kelgan. Iliqi mushlashchi yigitning tigi taktini toza uqmaydi. Faqat u yigitning Ardachovda ko'rsatgan azimatligi Zuliyarning cho'nqur hurmat tuyg'usini paydo qildi-da, shuningdan keyin ular ichi qo'yun, tosh qo'yun bo'lib ketishdi. Ikkinchi, Zuliyarga bayqi yigit o'zining ismini Ahmedi deb tunishtirgan edi. Keyingi haftaning ma'lum bir kuni ular Ardachovda yana uchrashdi-da, Ahmedi ko'rishgan peti Zuliyarning qo'lini qo'yib o'tmasdan so'rab bir oshxonaga ilib mandi. Ardachov rastisining kun chiqish tarafidagi avraz eriqi bo'yiga joylashgan uzunchoq bir oshxonaning ichkiriki bir bo'limi ko'p chog'larda xoliroq turadi. Ko'pincha uningga alohida xaridorlar qabul qilinadi. Ahmediga tunishliq bo'lgan bu uy bugunmi pinhon edi. Ikkalan shu ozoda bo'limda taqam shirasini cho'rdab o'ltirishdi. Oshxonaning yosh va chivar kutkuchisi bir chaynak choy bilan jonon piyolasini shira ustiga qo'ydi va shirani pokiz surtayotgandan keyin Ahmediga qarab, "Xo'sh xo'jam" deb iltijo nazari bilan so'radi. "Siriq navatdan 1 kilo ilib keling" dedi Ahmedi. "Xo'p, bo'ladi.
Keyin u 2 taxsa go'shtlik say va aroq, oxirida langman buyurdi. Narsalar navbati bilan kelmoqda edi. Ahmadi o'zi taqiliqni boshladi. U rumkilarga beliq ko'zi qilib qo'yib, birini Zuliyarga tanglab, yurakni tonuydi degan gap bor. Bizni yuraklarimiz tunishtirdi. Buningdan keyingi do'stligimizdan qo'yiqlash uchun menmo dedi Zuliyar hayajonlanib turib. O'lish kuni ardachoda ko'rsatgan qaysarligingiz tufayli qalbimda qoyillik tuyg'usi qo'zg'alg'ach, siz bilan do'st bo'lishga tashna edim. O'ktamlarning dastidan yuraklari zardab bo'lgan kishilarmo sizga shu kuni barakalla yetishdi. U noiti chaqliqlar bir ish, dedi Ahmadi Madiyadan mamnun bo'lib. Gizik kelganda ne ishlarni tavirtishmo qo'limdan keldi. Hatto xalqim uchun jinimni qurbon qilishga tayyorman. Ular ichgan siri mundashib, suhbatni har xil mazmunlarda keng kushada davom qilmoqda edi. Gradus o'rlagan siri qizishib, paranglari shoxdan shoxga atlab, birdam iqlim masalalari, birdam Vujun Shinning siyosatlari ustida baratdi. Odatda mundaq so'rinlarda Mamadanliq Ahmadidan oshmaydi. U husumat bilan boshqalarni tushirman deydigan, o'zining yig'irini yepish uchun boshqalarga ig'vo chaplaydigan illatlarini ustadlik bilan yo'shirib ketishga urinatdi. Fitna fasoddan Ahmadining ig'zi talganda, ularning parangi paydin-pay xotin qizlar mavzusiga yetkilatdi. Anglasam, xotiningiz bilan ayrilishdan o'xshaysiz, dedi Zuliyar. Mubada shundoq bo'lib qolsa, sizga aqloshi joyida va sohib jamol qizni loyiq ko'ryapman. Bo'ytaqliqning kushandisi ko'p, uning ustiga o'ylamgan yerdan xapaliq kelib chiqadi. Qandoq rag'dingiz? Ahmadi anglab ulpat deshiga intizorlik bilan bir qaridida pisangida kulganicha jimiqib ketdi. Hozir uning bir ochiq kechirmishi beshidan kino lensdek o'tmoqda edi. Kitobxonlarimizga yuqorida tanishib bo'lgan Qurbonjon guruhini tutish uchun 40-yillarning beshida Shengxi tarafidan qo'yilgan dangliq paylaxshlarning biri mushu Ahmadi edi. Ammo Qurbonjonchilar uni sizilib, Ahmadini adablab qo'yish qaroriga kelgan edi. Bu kunlarda Ahmadi qizlar gimnaziyasining qizlariga po'xirlik qilishga urinib yurgan chaqlari edi. Uning haqoratiga uchragan qiz o'quvchilar ichida Qurbonjonning do'sti Aqbaratning singlisi bor edi. G'azabga kelgan Aqbarat ahvolni Qurbonjonga aytdi. Shu kunlarda Ahmadi yana Korildan kelgan chiroyli bir cho'kanning piyiga tushib yurgan edi. U cho'kanni indakka keltirolmay, xuddi chukchuk kesliga giribdor bo'lib qolgan kishidek ig'iz tamshib parishon bo'ladi. Ahvolni bilgan Qurbonjon bir oqshimi hiliqi Korlilik cho'kandan chiroyli girim qilib, uyushma klubi oldiga paydo bo'ldi. Ko'p o'tmayla Ahmadi yetib keladi. Cho'kan uni ko'rish bilanla ko'z tashlaydi-da, agashtirib mol bozori tarafga boshlaydi. Bir Qur'onning oldiga kelganda, cho'kan Ahmadiga gach qizdek ishorat qilib, "Sen darvoza oldida o'ltirib tur, men hozirla chiqaman, bog' tarafga ketamiz", deydi-da, yugurgan peti quraga kirib ketdi. Oradan ancha o'tmayla qura ichidan 3 saqchi chiqib Ahmadini oraga ilib oladi. "Ha, mening singlimni bo'za qilishga nima haqqing bor?" Bu asnoda Qurbonjon cho'kancha yasangan kiyimlarini tezdan saqchi kiyimiga almashtirib chiqib Ahmadini jiddiy so'roqqa tortmoqda edi. Uning buyruqiga binoan Aqbarat bilan Qamchiboy Ahmadini bog'lab, Yavmusan tarafga ilib mangdida yo'g'on bir qora yog'ochga bog'ladi. Ondan Ahmadini rosa adabligili turdi. U tova istig'forlarni takror o'qimoqda edi. Oqibat uni yikdak qilib yotqizib qaytishdi. Ahmadi kuchila yeb yurib 6 oylarda aran asliga kelgan edi. "Mavo ikkinchi potlik istikisi", dedi Ahmadi egiz botlikining og'zini echib. "Men amdi Shanxay qizlaridan birini ilishni arzu qilyapman", dedi u botlikini ichib bo'lgandan keyin g'amza bilan qaqaqlab kulib.
Zuliyar bu so'zni anglab ko'ngli lastida bo'lib, yiliroq Ahmadiga soya qilmoqchi bo'lgan qiz to'g'risida qayta eg'iz etishga arsaldi bo'lib qoldi. U oldidagi rumkini guppida ko'taribdi. Botlika yerimlagan chog'da Zuliyarning gradusi qiyomiga yetib, nervisini tizginlayolmay qoldida Ahmadiga tunishtirmoqchi bo'lgan qizni yana ta'riflashga boshladi. "Men sizning jasoratingizga qoyil bo'lganim uchun yaxshi bir qizni jasoratga jo'r qilay davatsam, siz avval u qizni ko'nglingizga yiqib qolg'idak bo'lsa ajab emas." Lekin Ahmadi bu qizning eti chiqqan hamon xubsan kishidek bo'lib olib jim turib oldi. Ular xili ko'p kayib bo'lishganda dukkandan qo'zg'aldi. Zuliyar daldanlab turgan chog'da o'rindiqning ostiga tushib qolgan bir bog'lam qog'ozni ko'rib olgan Ahmadi u qog'ozni saqlab qo'yishni oshxona xo'jayiniga pishirlab, Zuliyarni yulashtirib billa chiqib ketdi. 3. Zuliyar atsi maslikidan yeshilib o'rindan turganda qog'oz varaqlari esiga tushdida jiddiy aqtirishga boshladi. Varaqlar uning hech yeridan chiqmag'ach bargan siri bearam bo'lib, yotqini o'ngtay-to'ngtay qilyapti. Peshonasidan sovuq ter to'kilmoqda edi. Astag'firullah, nim balo bo'ldi ha? Obsharkalarning qo'liga tushib ketmasa bo'ladi-ku. U hatto birer yutum suvni ichmadi. Boshlari garang holda iliqi oshxonaga bordi. Atroflarga sinchilab qarab chiqdi. Lekin oshxona xo'jayinidan so'rashga petnolmadi. Qog'oz varaqlari bo'lsa, Ahmadi orqali allaqachon joyini topgan edi. Zuliyar aksicha Ahmadi to'g'risida qilcha shak keltirmaydi. U qopqi sangilgan holda qaytib yotqiga bordida karvatiga o'zini tashlavatdi. Zuliyar varaqlar haqida o'ylagan siri azobliq to'lg'anatdi. Zuliyar Nalyandagi yo'lchi bayning qurasiga ko'chib kelganiga birer yillar bo'lgan edi. Yotqi balxonining usti qavatida bo'lib, bu uy ilg'or yoshlarning faoliyat markazlarining biri edi. 7 noyabr voqeasidan keyin hukmron guruh bilan Shinjang xalqi o'rtasidagi ziddiyat keskin bir bosqichga yetdi. Shuning bilan bir turkum ilg'or kishilar o'zligidan ittifoqlashib, maxfiy aloqalashib, Gomindanga qarshi bir yer osti tashkilot qurgan edi. Uning doirasi oliy va o'rta maktab o'quvchilari, o'qituvchilari, harbiy maktabning ofitser jangchilari, 6-yigitlar, aholi, hukumat xizmatchilariga qadar yakka siziq bo'yicha kengayib boradi. Tashkilotning maxfiyatligi qat'iy saqlanadi. Zuliyar muhim kishilarning biri edi. U yana tashviqot varaqlarini besish va tarqitish vazifasini ustiga olgan edi. Uning oqshom tushirib qo'ygani shu varaq bo'lib, birer 100 parchaga yetadi. Uningga "O'yg'on, qo'zg'al" degan sarlaviylar qo'yilgan edi. Varaqlarning tarqitilgan tizimligi ichida Kenji Hilal qatorliq asosiy odamlarning ismlari bor edi. Demak, Zuliyarning beshidagi javobgarlik ancha kichik emas edi. Kechqurunligi ali yotquda to'satdan Zuliyarning eshigi urildi. "Kim?" "Men Ahmadi, eshigingizni oching." Zuliyar darhol o'rnidan turib eshikni ochdi. Ahmadi kulimsirgan peti kirib, Zuliyarning qo'lini chang tutdi-da, "Men sizga mehmon bo'lishga keldim. Lekin bu do'rammo haraqi zakuskisi yanala o'zamdin", dedi Ahmadi xushpeyillik bilan chiroyini suzib turib va Zuliyardan so'radi. "Sizga bugun nima bo'ldi? Ajab qapoqlaringiz bo'lakcha o'ltirishib ketibdi-ku. Oqsham haraqlar eg'ir keptimi-ya?" "Rost, haraqni eg'ir ichayotganning dardi. Atiganning mabaynida beshim gangrab bir qism bo'layotman." Ahmadi anglag'ach so'mkisidan haraq va qog'ozga o'ralgan zakuskalarni olmoqda edi. Ondan ishchiyanchiqidan qatlangan bir to'p qog'ozni ilib, hijaygan qiyofatda Zuliyarga sunib deydi. "Beshingizni ig'irlashtirayotgan tuban teshi ehtimol mushu bo'lsa kerak-ku deyman. Mana iling." Zuliyar hayojinidan sakravatdi va Ahmadining peshonasiga suyib ketdi. Hamma joyida edi. Zuliyarning yuziga qon yugurdi. "Ilmo bu narslaringiz menga uchrashdi.
Agar bo'lak birisining qo'liga tushib ketsa, qandoq bo'ladi? U chaqda holingizga voy, dedi Ahmadi. Rastaysiz, u chaqda ish men bilanla tugamaydi. Do'stim, sizga 100 ming rahmat, dedi Zulyar. Beshingiz g'amdan saqit bo'lgani uchun yana ichimiz emsa. Ahmadi qadahlarni mang'uzishga boshladi. Zulyar qiziqansiri Ahmadiga ichqornini to'kishga boshladi. Siz mening sinoqdan o'tgan do'stim bo'ldingiz. Men sizdek do'st deb olganim uchun o'zimni qanotliq hisoblayman. Ahmadi javoban: "Aytdim-ku, xalq yo'lida qinimni aymayman" deb. Oxirda u o'zining yer osti tashkilotiga qabul qilinishni Zulyardan o'tindi. Qizib bir yerga birib qolgan Zulyar hech bir ikkilanmasdilla: "Bo'ldi, bugundan boshlab hisob, siz bizning a'zoyimiz" deb cho'rtla aytdi. Yo'lchi bayning yerdan alohizal 2-3 metrcha ko'tarib silingan bu balxonasining tagida bir xoli ambarchaq bo'lib, tashviqot varaqlarini bosadigan shapograf qatorliq saymonlar shuningda edi. Zulyar o'zining sinoqdan o'tgan og'inisiga ashulargacha uqtirdi. "Mavu haraqning oxirqisi, kel qini, ishimizning g'albisi uchun mo'rini mo'riga terab, birlikda kurash qilishimiz uchun qasamiyat qilib ko'tardik." Ular xo'shlashganda tong suzilgan edi. 20-bob tugadi.